To'rtko'l tumanida red tadbirlari. Hayda oğul hayda. Siz 5 aprel günü 1.125 ming so'm jarimasi bor, muddati o'tib ketgan. Jarimasini to'lamagan. To'lamagan avval. 5-oyda o'tib ketgan. Endi qayerga boradi? Jarima maydonida qo'yib turaman vaqtincha. Vaqtinchalik. To'lab yuraman deb aytibdi, o'zi yosh ekan o'zi ham. Keyin Söylashdi. chiqarib olib ketaveradi. Assalomu alaykum, hurmatli Xalq bilsin kanalini obunachilari, sog'misiz, omonmisiz, oilalar seshmi charchamiz tepsidan bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida ya'ni red tadbirlari olib boryapti ekan. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'shilib girgan. Bir like bosib qo'shilib red juda ham kuchli. Onu yana aytılmakta. Jarime meydançasına gitti okşaydı yanlış. Mesela malı köpler topladı. Bak soyut da var. Bütün toplattın ben. Ne o hata ettin yolda? Bu hareketinin 7. beyanı var. Yanlış 7. beyanında yazıp koydu. Hükümetler bu 75. kararı asas yani inspektör Nazımende yazım tursa ne var ya? yani kumallangan Ay, transporttuk aytın. hükümetlerin tekşirip Doğrudan doğru durum emin bir yaşanıp duruştu mana o değil mi? Kezdе onun hüccetsiz, hüccetmesi eken, avtotransportun arızdarlığı var eken, so arqalı to'xtatib bilesiz. Onu bulay için bile almaysiz o. Bu hareketimiz 7. beyanında yazıp koydu. Ayda o'sha guvohnomasi ID yoki pasport yoki senin pasportlaring so'ralgan tekshiriladi. Vizual kuzatuv. Agar hujjatlar tekshiruvda kamchiliklar aniqlansa, ma'muriy bayonnoma to'ldiriladi. Şamboyaz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Komanda Yaxshimisiz? qayerga ketdi bu endi? Izohlashapsizmi? Shukr. Salomsiz Salomatligingiz yaxshimi? Salomatmi? Harmat. Borsizmi? Bormi? 2025 5 aprel günü 1.125 ming so'm jarimasi bor, muddati o'tib ketgan. Jarimasini to'lamagan. To'lamagan avval. 5-oyda o'tib ketgan. Endi qayerga boradi? Jarima maydonida qo'yib turaman vaqtincha. Vaqtinchalik. To'lab yuraman deb aytibdi, o'zi yosh ekan o'zi ham. Keyin Söylashdi. chiqarib olib ketaveradi. Ketaveradi mashina. Rahmat. Bo'lgan, boshqa hech qanday ish yo'q. Rahmat. Bo'ladi, Sog' bo'lingsiz. Rahmat. Mama satmış sana. Şollar mı? Sağ olasın. Aha. Ha bu oluyor. Ücretlerin seçildiği mi? Buradan saate transport. Dolar bu. Assalamualaikum. Arnavutlar inspektörü Katar'da usulü. Ücretlerin seçildiği
Bakın maşın kimden atmışsın o? He? Maşın... Ananız mı? Yok, ağam. Akengisi. Akem var. Akengisi. Bırakın var. Ha, Tuşlan bırakmışsın. Burası eğer Yollar. Tınçlık hava projelerinin tekstil maksatını yapıyoruz. Yollar mı? Sağ olunlar, salamat olunlar, kanalımıza abone olunlar. Sağ olun, deyip, Xalq Bilsin kanalı.